Voy. Nega meni otib yubording? Sen kimsan o'zi? Kim? Kuskaman, uy ajinasi. Yo'g'ayroq ekansanmi? Shunaqa degan. Haligi so'ramoqchi edim. Mabodo meni ketimga tepmaysanmi, ha? U qanday bo'ladi? Voy, seni qara-yu, shuni ham bilmaysanmi? Haydab solish, quvish deyapman. Axir og'riydi-da, tepsi. Ketingga tepmayman. Unda sendan sira ham qo'rqmayman. Bizni uyimizga qanday kelib qolding? Qanday bo'lardi? Uyimdan olib kelingan qutilar ichida keldim. Endi biznikida yashaysanmi? O'zi shu yetmay turgandi. Kerakli narsamni olib klubimga qaytaman. Falokat. Qanday falokat ekan? Nimani olib ketasan? Ertaga o'qiganmisan o'zi? Avval shunday kelishgan yigitni hammomda yuvintir, qornini to'ydir, keyin so'raginda. Hammomimiz yo'q. Lekin seni qayerda yuvintirishni bilaman. Ha, agar bilsang unda boshla. Faqat meni hech kim ko'rmasligi kerak. Xo'p, yura qol.